Eshik ochiq, kelaveringlar. Kelinglar. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Tinchlikmi? Do'li olgani keldi. Do'koning tinchmi? Tinch. Hech kim xafa qilmayaptimi? Yo'q. Qani ichkariga kiraylik. O'zi ichkari desalar-yu. Tinchlikmi o'zi? Do'li olgani keldi. Hozir do'konda sotilayotgan kaftlarning hammasi sifatli va mustahkam. Rostdan mustahkammi buni? 100% keramikdan. Chunki qani bitta tekshirchi. Rostdan ham baquvvat ekan. 7 tonnaga yuk ko'taradi. Issiqqa sovuqqa chidamli. Yomg'irda, qorda oyoq sirpanib ketmaydi. Ha, yaxshi. Qani yana nimalaring bor? Yoki bizda Xitoyda, Eronda, Hindistonda, Rossiyada ishlab chiqarilgan keramikantlarimiz bor. Bundan tashqari Rossiyada ishlab chiqarilgan klinkerlarimiz bor. Xitoyda 30 ga 30 razmerda ustiga shisha quyilgan Xitoy keramikantlarimiz ham bor. Nima deganimizni aytmadingmi? Chunki Do'la. Yoki do'larning o'rniga Ayka-Fluzdan Xitoyda ishlab chiqarilgan keramikant bilan mayolika bersam bo'lmaydimi? Zo'r taklif etyapti. chunki uchasan hozir. Menga forishga qidirmaganda, men do'lamni ber bo'ldi, men ketaman. Unaqada men Ahranaga telefon qila qolay. Chunki buni zo'r taklif beryapti. Mana shu aytyapman. Nima deyotganding? Maykami Michael beraman deyaptimi? Mayolika. Yeah.